har boshqa sinish bor. Mana shu. Endi shu uyda yashaymizmi? Hatto darvozasi ham yo'q-ku. Endi topganim shu bo'ldi-da, sen kirib turgan hozir chamadonlar taksidan olib kelay. Jonimga kuyinmas, jonim deganlar. O'tin qolmabdi-yu. Xotin, o'tin tugabdi, men o'tin qilib kelaman. Jonim yeganlar. Buni nima deyapti? Pul g'o'sinmi? Ya Mo'minjon, kirmasdan qaytib ketyapsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, o'g'li telefonimni ko'tarmay turgandi. Shunga oqtarib kelgandi. Sandan ham qarzi bormidi? Bu o'g'il qulmag'ur juda chataq chiqdi-da. Qaragan joyimda juda qiynavordi. Ha, maki yaqinda mashina oldim deb turuvdi, kredit oldim deb turuvdi, hammasini yopaman deb turgandi-ku. O'g'lim, ko'rmaysanmi? Bu mashinani ham ijaraga olgan ekan. Kecha egalari kelib olib ketdi. Uyimizni ham bankka qo'ygan ekan. Bankdagilar 10 kun muhlat berishdi to'lashga. Boshimga qayerga ko'rishdi bilmayapman. Mo'min aka bormisiz? Amakisiz yaxshimisiz? Sen rahmat tuzaymiz o'g'lim. Amaki Mo'min akam 1 minutga agar ruxsat bersangiz. Ha, cho'y qilardi, uyda yuringlar. Yo'q, keyingi safar amaki. Bo'pti, sog' bo'linglar. So'rab qo'yinglar uydagilarni. Buxorodagi Dinamo kalsosi bor-ku, o'sha yerda rohat turar joy majmuasi qurilyapti. O'sha yerda akalarimiz sizni chaqirishyapti. Teshlaymi? Nimaga ular chaqirishyapti? Ertaga borganda bilan. Xush kelibsizlar, o'tiringlar. Boshliq aytgan odam shu kishi bo'lishadi. Uylar haqida ma'lumot berib yuborsangiz. Xo'p bo'ladi. Bizning xonadonlarimiz Yangi O'zbekiston bog'ining yonida joylashgan 9 etajli monolitli xonadonlardan iborat. Domimizning yonida maktab, bog'cha, klinika, mahalla hammasi bo'ladi. Agarda xonadon sotib olmoqchi bo'lsangiz, 1 yildan 2 yilgacha muddatli to'lov bilan halol nasiyaga xonadonlarni beryapmiz. Qalay sizga taklif aka, ma'qulmi? Taklif zo'ru, lekin meni boshlanish to'lov to'lashga bir so'm pulim yo'q-ku. Sizni sharoitingizni bilib turib, hech kimga bermagan takliflarni berishdi. Siz oyma-oy to'lovini qilib yursangiz bo'ldi. Boshlanish to'lovini akalarimiz o'zlari qilib qo'yishdi. Xotin, Latbe Mo'min aka, buncha xursandsiz? Uyimizdan xabar olib keldim. Yaqinda yangi uyga ko'chib o'tamiz. O'rtog'ingiz. yana nimaga kelding? Yana gafil kerak bo'lib qoldimi? Qilgan ishlarimni kasriga oilam parokanda bo'lib ketdi. Ayolim yurib ketdi. Kechira olsang, meni kechir iltimos oshna. Sanada meni oilam xor-uzor bo'ldi. Sandaqanga oshnam yo'qmaydi. Bandasin qo'llasin yaratganiga, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmas.